Assalomu alaykum hurmatli uy oluvchilar. Mana bugun yangi uyimiz. Endi bu uylarga ancha qaram bo'lmagan egalari chunki shaharga yashaydi. Shunga sotyapti. Narxi ham uncha qimmat emas. Suv, birinchi suvni ko'rsatib o'taman men. Mana aka suv. Suvimiz mana shu yerdan keladi. Vodoprovod suvi bu. Mana uyda bu tuzilishini olamiz birinchi. Juda katta joy. Mana oluvchilarga, bu yerga qarab yerga ishlayman deganlarga ikkita uchta xo'jalikka ham sharoit bor. Svet o'chmaydi. Svet yaxshi. Gazi yo'q. Mana katta xonadan bir 7 ta xona. Endi bunga yerga ishlab bir yer bilan shug'ullanaman degan odamlarga bu. Mana yer, mana 40 sotik yer. Yer qumli yer emas, yer semiz yer, qumsiz yer, tuproq yer. Mana uyni boshlanishi, yerda boshlanish. Mana daraxt ko'ryapsizlarmi, ila stalba. O'sha stalba. Keyin shu uyda oxiri mana. 40 sotik yer. 40 sotikdan keyin bu yerga deta meni hayolim bo'yicha yana 6-7 sotik uyda atrofi joylashgan. Endi hozir men uyda atrofini birinchi tushiray. Mana bu plonlar ham bularga qaraydi. Endi bunga bir molxona qilsangiz bo'ladi. Shu kaladovka qilasizmi, tovuqxona qilasizmi? Sharoit bor. Mana bu yerlarga ham agar qayta qurib tandirxona qilsa bo'ladi. Qishloq sharoiti. Endi Muzrabot tumani Xalq yo'li mahallasi 7-uy. Mana yo'llar bor. Mana bu orqa tarafdan kelib qarasak, katta uy. Svet trassa mana shu yerga. Endi men bu deyishimdan maqsad bir do'kon ham ochib olsa bo'ladi. Do'kon ham bitta do'kon bor ekan. Yoki sartaroshxona ochsa bo'ladi. Bir xil ishda ishiga puxta odamlar avto servis ham ochsangiz bo'ladi. Endi odam o'zini sharoitiga qarab-da pul bo'lsa hamma ishni qilsa bo'ladi. Atrofga bor xo'jaliklar, boshqa xo'jaliklar ham yashaydi mana. Endi kelishilgan holda, hali narxini ham aytaman. Kelishilgan holda sunnatiga o'tib beramiz. Bu nomerlar eski nomer, bu kerak yo'q. Bu nomerga chiqib o'tmaysizlar. Uyda men atrofini olib beryapman. Nomerlar qo'yamiz. Tozalab ishlarni supurib, egalari mana ketyapti. Ko'rsangizlar